Qaniganlar bo'lsa, bitta yozaverasizlar. Menimcha butun dunyo bo'yicha bunaqa proyekt bo'lmasa kerak. 8 yil davomida yig'ilgan proyekt. 8 yil davomida tasavvur qilasizlarmi? 0 dan 100 gacha 1,5-2 sekundda chiqadigan faqatgina kleyli trassada yuradigan 07 mashinasi bo'ladi. Bu 07liga qolmagandan lekin Jahon aka o'sha buni faqat 4 ta burchagini taqib qo'ygansiz, menimcha bo'ldi. Mana shu balonning o'zini mana shu eniga 35 sm ekan. Bitta ma'lumotni bering endi aka bunga. Bu nima desa bo'ladi? Juda ham katta budjet, katta proyekt. Yil vaqt ichida juda ham katta anaqada proyekt ketgan. Hammaga buni motori qiziq bo'ladi. Buni yuradigan yoqilg'isini ko'rsatib o'tib ketmoqchiman. Mana shu S85 da yuradi, ya'ni spirtda harakatlanadi mashinamiz va bu mashinada haqiqiy, original, menimcha O'zbekistonda hali neytralli mashina bo'lmasa kerak. Motor qismiga o'tamiz. Undan oldin aka bitta like bosib qo'ying. Mana shu parashyutiga ham bor-ku, alohida 5 baho. Qaranglar, ham orqa eshik bor-ku, umuman ochilmay olib ketgan. Ko'rasizlar, ruchkasi ham yo'q. Mana eshikni bitta ochadigan bo'lsangiz, bu eshikni yengilligi, chunki orqa tomoni ham to'liq yopiq. Voy onasini yemsin. Okay. Mana nima bu ichidagi bu? Bu rama yig'ilgan provod. Transformator rama. Bu zavatmoqsa hozir buni okay. Korobka avtomat. Mana kablolar ham yonida, mashina qarang ichini. Mana o'rtada korobka turibdi, ko'rasizlarmi? Qani okay. Bismillah. Voy. Mana nitra. Naja to'ldirib ham qo'yganlar. Mana nitrasi ham bor. Shundan yurayotganda bitta aka Toretto o'kitargansiz, bor ekan. Ha, Dominik Toretto bo'ladi. Fartaj degan. Uni ham mashinasi bilan bunga yetolmasa kerak. Karbon полностью kapot. Mana bitta hamma gap ekanda, okay? 42 turibdi bu yerda hozir. Mana kulishtirib ko'rasizlar, mana yo'ldan chiqib ketdi. Sumkasini o'zi 1600-1700 dollar pul turadi. Bitta. Ha, 4 donasi, 4 silindrli mashinada 8 ta far sumka joylashgan, 2 litrli shu Opel motor, mana shu turbinamiz, выхлопный sistema yonlashib ketadi. Mana buni o'ziga ham mana bitta bak bo'ladi. Benzin nasos, Halinskiy benzin nasos dedingiz. Mana bez generator, bez benzin nasos. Bez benzin nasos, bez generator ishlaydi. Qisqacha bu samolyot ekan, bo'ldi. Mashina emas. Samolyot. Samolyot. Sazan ashi proyekt bo'ladi. 07 ishqozlari bor.